Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun biz intayin oddiy bo'lgan bir mazmunni o'rganamiz. U bo'lsa-mu juft son va taq son. Matematikadagi butun sonlarni biz juft son va taq son deb ikki cho'ng kategoriyaga ayiramiz. Unda bo'lsa, darsimizga qarab boqaylik. Undaq bo'lsa, qandaq sonlarni juft son deymiz, qandaq sonlarni taq son deymiz. Matematikada biz qanda 2 ga butun bo'langan sonlarni juft son deymiz, 2 ga butun bo'lanmagan sonlarni taq son deymiz. Undaq bo'lsa 2 ga butun bo'landi, 2 ga butun bo'lanmadi degan nima degan gap? Masalan qanda bir qancha tal o'rnak beray. 4 ni qanda 2 ga bo'lsam necha chiqadi? 2 chiqadi shundami? Bu yerda qanda 4 ni 2 ga bo'lib 2 chiqadi. Bu yerdagi 4 bo'linguchi 2 bo'lguchi keynidagi bu 2 qanda bo'linma yoki qanda natija deymiz. Yana bir misol beray. Ikkinchi savol masalan 6 bo'lingan 2 tangnachi 3 shundami? 6 bo'linguchi 2 bo'lguchi 3 bo'linma yoki qanda natija bo'ldi. Unda bo'lsa men bu 6 ni 2 ga bo'lsam 3 deb bir butun son chiqdi shundami? 4 ni 2 ga bo'lsam 2 deb qanda butun son chiqdi. Agar keynidagi bo'linma, ya'ni qanda bo'ldi desa, bu qismi shundami? Masalan, bu qismi qanda butun son chiqsa, demak bu 4 2 ga qanda butun bo'langan bo'ldi. Meyadagi 6 2 ga qanda butun bo'langan bo'ldi. Undaq bo'lsa, butun bo'lanmiz qandaq bo'ldi? Masalan, 3-savol. Butun bir yozay. 3 ni qanda 2 ga bo'ldim. 3 ni 2 ga bo'lsak qanda 1.5 chiqadi. Biz buni qanda bu bir o'nliq kasr. O'nliq kasrni biz qanda keyingi darsimizda ko'ramiz. Undaq bo'lsa 3 ni 2 ga bo'lsam qanda butun bo'lanmay 1.5 deb bir o'nliq kasr chiqdi. Shundami? Bu butun son emas. Unda bo'lsa masalan qanda turmushdan bir misol beray. 3 tal nonni 2 o'quvchiga bo'lib bersam, shundami? Birinchi, ikkinchisini qanda bir taldan berdim, shundami? Uchinchi non kelgan vaqtda qanda o'ttirdan yarım qilib beraman, shundami? Butun tegmaydi. Unda bo'lsa 4-misol masalan 5 ni 2 ga bo'lsam-chi 2.5. Ya'ni bu yerda qanda nonning misoli. 5 nonni 2 o'quvchiga bo'lib bersak, 2 dan tegib 5-nonga kelgan vaqtda qanda o'ttirishdan bo'lib berishga to'g'ri keldi. Unda bo'lsa 5 ni 2 ga bo'lsak qanda 2.5 chiqadi ekan. Unda bo'lsa bu yerdagi 3 bo'linguchi 2 bo'lguchi qanda 1.5 yoki 2.5 keyindagilar qanda bo'linma yoki natija bo'ldi. Unda bo'lsa bu natijasi yoki bo'linma qanday bo'lib qoldi? Partisan chiqib qoldi. Demak, bu 3 2 ga qanday butun bo'linmadi, 5 2 ga butun bo'linmadi degan gap. Unda bo'lsa bu yerda qanday 4 va 6 juft son, 3 va 5 qanday bo'lgan? Taq son bo'ldi. Ya'ni qayta bir qanday takrorlab o'tishga to'g'ri kelsa, agar bir sonni biz 2 ga bo'lsak, shundami? Butun son chiqsa, bu son qanday? Juft son. Agar bir sonni 2 ga bo'lsak, butun son chiqmasa, bu son qanday bo'ldi? Taq son bo'ldi. Unda olsa mesela ben qanda bir qancha savol yozay yana. 10, 12, 13. Mesela 3 tal son yozdim. Bularning qaysisi juft son, qaysisi taq son? Bo'lib boqay. 10 ni qanda 2 ga bo'lamiz. Necha chiqdi? 5 chiqdi shundami? 12 ni 2 ga bo'lsam-chi qanda 6 chiqdi. 13 ni 2 ga bo'lsam-chi qanda 6.5 chiqdi. Bu bir o'nliq kasr. Biz keyingi soat darsimizda ko'ramiz. Unda bo'lsa masalan 13 nonni 2 o'quvchiga bo'lib bersak, 6 dan bo'lib berib, shundami? 13-nonga kelgan vaqtda qanda 34 dan parchalab berishga to'g'ri keldi. Agar tang qanda taqsim qilib beraman desam, unda bo'lsa bu yerdagi 13 ni 2 ga bo'lsam 6.5 deb qanda butun son bo'lmagan bir qanda kasr son, ya'ni o'nliq kasr chiqib qoldi. Demak, 13 2 ga qanda butun bo'linmaydi ekan. Unda bo'lsa 13 qanday son bo'ldi? Taq son bo'ldi. Unda bo'lsa 10 ni 2 ga bo'lsam 5 chiqdi, butun son chiqibdi. 12 ni 2 ga bo'lsam 6 chiqdi, butun son chiqibdi. Unda bo'lsa 10 bilan 12 qanday bo'ldi? Juft son bo'ldi. Shundami? 2 ga qanday qildi? Butun chiqdi. Unda bo'lsa butun bo'landi degan gap. Unda bo'lsa mening bir savolim bor. Biz matematikadagi barliq sonlarni mushta 2 ga bo'lib qo'yib, andan keyin juft son, taq son deb aramdik. Yo'q, undaq emas. Matematikada nechta raqam borda? 10 raqam borda, shundami? Men do'stga bir yozay. Qaysi 10 raqam biz 1-soat darsimizda ko'rgan shundami? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matematikada qanday bu 10 raqam bordi. Biz bu 10 raqamdan foydalanib, son sanoqsiz sonlarni qanday qila oldik? Yoza oldik. Agar bir sonninki birlar xonasi qanday juft son bo'lish uchun, agar bir sonninki birlar xonasi 0 qanday 2, 4, 6, 8 bo'lsa,
0, 2, 4, 6, 8 bolsa, bu san qanday bo'ldi? Jup san bo'ldi. Agar bir sonniki qanday birlar xonasi. Shundami? Birlar xonasi degan gap, masalan 128 deb bir son yozdim, shundami? Birlar, onlar, yüzler. Eng keyingi xonasi qanday? Agar 1, 3, 5, 7, 9 bo'lsa, bu son qanday bo'ldi? Taqson bo'ldi deymiz. Onda olsa ben bir narsa yazdım işte ama 0 da bir narsa yazdım. 0 cüpsam mı taksam mı? Kanda 0'ni 2'ye bölsem ne çıkıdı? 0 çıkıdı. Şimdi ama 0'ni 2'ye bölsem 0 çıkıdı. Kanda 0'ga yok neyse. Mesela kazandı kanda aş yok. Onda olsa kazandık aş kançılık aş ifadesi 0 desem mesela aş yok diye menan ifadeleydi. Kazandı aş yok. İşkelem ise her bir adamga kanda aş tekmeydi şu. Onda olsa kanda birler xonasi 0, 2, 4, 6, 8 bo'lgan sonlar jupsan bo'lgan. Birler xonasi 1, 3, 5, 7, 9 bo'lgan sonlar qanday bo'lgan? Taqson bo'lgan. Unda bo'lsa bir qancha son yozaymasdan. 315 qanday son? Keyini 5 bo'lgandan keyin taqson. Shundami? 428. Taqsonmi jupsanmi? Keyini qanday? 8 bo'lgandan keyin qanday bo'ldi? Jupsan. Masalan 365 shundami? Bir yilda 365 kun bor. Taqsonmi jupsanmi? Taqson shundami? Masalan qanday? 973 qanday son? Taqson. Shundami? En keyindeki birler xonasiga qaraymiz. 1, 3, 5, 7, 9 bo'lsa, taqson bo'ldi. 0, 2, 4, 6, 8 bo'lsa qanday? Jupsan bo'ldi. Men do'stlarga faqat qanday musbat butun sonlarni yozdim. Manfiy butun sonlarni qanday, ya'ni jupsan taqson deb arig'ili bo'ladi. Masalan, minus 128 qanday son? Jupsan shundami? Minus masalan 366. Shundami? En keyiniga qaraymiz. Qanday? Jupsan. Masalan minus qanday 871 qanday son? Taqson. Unda bo'lsa jupsan taqson darsimiz mushal oxirlashdi. Undaq bo'lsa biz bugungi darsimizga qo'shimcha qilib, yana bir qancha mazmun so'zlashni to'g'ri topdik. 3 ga butun bo'lgan sonlar, 4 ga butun bo'lgan sonlar va 5 ga butun bo'lgan sonlar. Bu xil tipdagi savollar, ya'ni qanday sonlar 3 ga butun bo'ldi, qanday sonlar 4 ga butun bo'ldi. Boshlang'ich to'liqsizlikka imtihonlarda va darslik kitoblarda, mashqlarda ko'p uchraydi. Shunga bu darsda qo'shimcha qilib so'zlaymiz. Unda qarab boqaylik. 3 ga butun bo'lgan sonlar. Masalan, men bir qancha tal yozay do'stlarga? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 shundami? Mushta qanday cheksiz ketadi. Bular hammasi qanday 3 ga butun bo'lindi. Nima degan gap butun bo'landi degan gap? Masalan, 12 ni bo'lib boqay. 12 ni 3 ga bo'lsam necha? 4. Agar qanday bir sonni qanday 3 ga bo'lsam, keyinida qanday bo'lingichi, bo'linma shundami? Agar bu bo'linma qanday butun son bo'lsa, bu 12 3 ga qanday butun bo'landi degan gap bo'ldi. Onda olsa bu xil sonlar qanday cheksiz, ya'ni son sanoqsiz sonlar bor. Onda olsa biz hamma sonni matematikadagi qanday 3 ga bo'lib boqib, 3 ga butun bilansa, ha bu son 3 ga butun bo'lingan deb qaror qilib, 3 ga butun bilanmasa 3 ga butun bilanmaydigan demdik. Yo'q, unda emas. Buning qanday bir taktikasi bor. Masalan, 123 deb bir son yozdim. 66 deb bir son yozdim. Masalan, 200 qanday 13 deb bir son yozdim. Shundami? Bu sonlar hammasi qanday 3 ga butun bo'lindi. Unda olsa, ishonmasangiz bo'lib boqamdoq, masalan bo'lib boqaylik. 123 ni qanday 3 ga butun bo'lsam, shundami 3 ga bo'lsam, 1 yetmaydi, 12 ni tortamiz. 12 ni 3 ga bo'lsam necha? 4. Qanday 3 ga 4 necha? 12. 12 ni bo'lgan keyin 12 ni elyapmiz. 0, shundami? Anandik unda olsa keyindik 3 ni tortamiz. 3. 3 ni 3 ga bo'lsam necha? 1. 1 kere 3, 3 elevsam qanday? 0. 123 bölüngichi 3 bölgüchi bu yerdagi 41 bölünme, ya'ni natija bo'ldi. Unda bo'lsa buni 3 ga bo'lsam ne chiqdi? 41 chiqdi shundami? 66 ni bo'lib boqay. 66 ni 3 ga bo'lsam, 6 ni 3 ga bo'lsam 2 2 3 6 elevsam 0, keyindagi 6 ni tortdim. 6 ni 3 ga bo'lsam qanday? 2 2 3 6 elevsam 0 shundami? 66 ni 3 ga bo'lsam qanday? 22 chiqdi. 223 mi qanday 3 ga butun bo'lindi, bilib o'ltamayli. Unda bo'lsa qanday qaror qilamiz? Bir songa qarab 3 ga butun bo'linamdi, bo'linmamdi. Biz qanday butun xonalarni qo'shimiz. 123 da 3 xona boshlanma, birlar, onlar, yüzler. Qanday xonalarni qo'shimiz. 1 ga 2 ni 2 ga 3 ni qo'shdim. Qanday netchamaya 3, 3 ga 3 ni qo'shsam 6. 6 3 ga butun bo'linamdi, albatta butun bo'lindi. Unda bo'lsa 123 qanday 6 ga butun bo'lindi. Unda olsa taktikasi qanday bo'ldi? Masalan 970 qanday 2 deb bir son yozay. Bu son 3 ga butun bo'lindi. Qanday qaror qildik? 9 qo'shilgan 7 qo'shilgan 2. Shundami? 9 ga 7 ni qo'shsam 16, 16 ga 2 ni qo'shsam necha? 18.
Bu 18 ni davamlı qo'shib etsak bo'ldi. 1 ga 8 ni qo'shsam necha? 9. Bu 9 degan bu son qanday 3 ga butun bo'linadi? Albatta butun bo'ldi. Unda bo'lsa 972 mi 3 ga butun bo'lindi. Yana bir tal son yozay. Masalan, 6400 qanday 50 15 shunami 15 bo'ldi 53 misli. Men buni qanday qasddan işte o'ylab yozdim. Unda olsa 6 ga 4 ni qo'shsam necha? Bu bir 4 qanday olsam shunami? 6 ga 4 ni qo'shsam 10, 5 ni qo'shsam 15, 15 ga qanday 3 ni qo'shsam 18. Bu 18 degan bu sonning 1 ga 8 ni qo'shib etsam 9 bo'ldi. Shunami? 9 3 ga butun bo'linadi albatta. Unda olsa bu yerdagi 6453 qanday 3 ga butun bo'lindi degan gap. Unda olsa qanday sonlar 4 ga butun bo'lindi? Masalan, men 4 ning hasilik sonlaridan bir qancha tal yozay. 4, anadikinchi 8, 12, 16, 20, 24, anadikinchi 28, 32 deganga o'xshash nurg'un sonlar bor. Hammasi qanday butun bo'lindi 4 ga. Unda bo'lsa 4 ga butun bo'lingan sonlar, masalan bir qancha tal misol berdim shunami? Masalan 120, masalan 160 yoki qanday 200 212, masalan 300 qanday 44. Bu sonlar hammasi qanday 4 ga butun bo'lindi. Qanday qaror qilamiz? Biz qanday sonninki eng keyingi ikki xonasiga, ya'ni birlar onlar ikki xonasiga qaraymiz. Agar bu sonning eng keyingi ikki xonasi qanday 4 ga butun bo'lansa, bu son qanday 4 ga butun bo'lindi. 20 ni 4 ga butun bo'linadi, 5 chiqdi shunami bo'lsam, 60 ni 4 ga bo'lsam-chi 15 chiqdi, 12 ni 4 ga bo'lsam-chi 3 chiqdi, 44 ni 4 ga bo'lsam-chi 11 chiqdi. Biz faqat keyindagi ikki xonasiga qaraymiz. Masalan, qanday bu oldi qanday bo'lishini qat'iy nazar shunami? 87600 qanday 12 deb birsam bo'lsin, bu son qanday mutlaq 4 ga butun bo'lindi. Ya'ni keyindagi ikki xonasiga qaraymiz. Unda bo'lsa bir narsani qo'shim chiqib qo'yay. Masalan, biz odatda qanday kabisayli deb bir narsa bor matematikada. Ya'ni qanday bo'ldi? Odatda bizning turmushimizda kabisayli shunami? Agar bir yilning keyingi ikki xonasi 4 ga butun bo'lansa, biz bu yilni qanday kabisayli deb ataymiz. Kabisayilda 2-chi oy necha kun bo'ldi? 29 kun. Masalan, 2020-yili shunami? Bu yil qanday? Masalan, 2-chi oy 29 kun bo'ldi. Keyindagi 20 qanday? 4 ga butun bo'lindi. Shunami? 4 ga butun bo'lansa, bir yil biz o yilni qanday kabisayli deymiz? 2-chi oy 29 kun bo'ldi. Unda bo'lsa bu nayt oddiy qanday sonlar 5 ga butun bo'lindi. Ya'ni qanday birlar xonasi, ya'ni eng oxirgi xonasi 0 va qanday 5 bo'lgan sonlar 5 ga butun bo'lindi. Masalan, 65, 315, shunami? 420, 680, 915. Xalqın ikkisini bilib baqamda qanday 420 ni bilib baqay masalan. 420 ni qanday 5 ga bo'lsam, 4 5 ga yetmaydi. 42 ni tatimiz bilimiz shunami? 42 ni ichida 5 ni nechasi bor? 8. 8 ga 5 necha? 40. 57 necha? 42 dan 40 ni olsam 2 shunami? Keyindagi 0 ni tatdim. 20 ni 5 ga bo'lsam 4 4 ga 5 necha? 20. 57 necha bo'ldi? 0 bo'ldi. 420 bölüngichi 5 bölgüchi 84 bölünme yoki natija. 420 bütün bölüngan shunami? Yana bir misol bilib baqaylik. 915. 915 ni 5 ga bo'lsam necha? 9 ning ichida 5 dan qanday? Birisi bor, 1 kere 5 5. 57 necha? 9 dan 5 ni olamiz. Chunki men 9 ni 5 ga bo'ldim shunami? 9 dan 5 ni olsam necha? 4. Keyingi 1 ni tatdik. 41 ni 5 ga bo'lsam-chi 8 8 kere 5 40 51. Keyindiki 5 ni tatdik 15. 15 ni 5 ga bo'lsam-chi 3 3 kere 5 15 57 necha? 0. Demek 915 ni 5 ga bo'lsam 183 deb bir butun son chiqdi. Demek 915 5 ga butun bo'lindi degan gap. Unda bo'lsa bizning bugungi darsimiz yana taqson jubson mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.